Assalomu alaykum hurmatli talabalar, hurmatli hamkasblar. Bugun 3-kurs 5-semestr sport marketingi fanida jismoniy tarbiya va sport marketingida bozorni segmentlash, bozor segmentatsiyasi mavzusida keyingi ma'ruza mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda bozor segmentatsiyasi haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Demak, bozor haqida qisqacha tushuncha beradigan bo'lsak, bozor oldi-sotdi operatsiyalari amalga oshiriladigan sotuvchi va xaridor o'rtasidagi uchrashuv joyi hisoblanadi. Bozor segmenti bozorning maxsus tanlangan qismi, ba'zi umumiy xususiyatlarga ega bo'lgan iste'molchilar guruhini ajratib chiquvchi shakl hisoblanadi. Segmentatsiya bozorni turli belgilarga ko'ra hududlarga, segmentlarga bo'lishga kiradi. Bozor segmenti tadqiqot natijasida aniq belgilangan, chegaralar bilan belgilangan yagona bozor maydonining bir qismi hisoblanib, bozor subyektlari o'rtasidagi geografik, ijtimoiy va sanoat farqlari bozor segmentatsiyasi natijalarida olinadi. Demak, prezentatsiyamiz davomida qaraydigan bo'lsak, oddiy tushuntiradigan bo'lsak, segmentatsiyaning maqsadlari odamlarning talab va istaklarini qondirish. Masalan, rasmimizda ko'rayotgan bo'lsak, bu yerda kichkina bolaga nima kerak? Uning istaklari nimalardan iborat, uning talablari nimalardan iborat? Buni rasmlarda yaqqol chiroyli qilib ko'rib turibmiz. Kichkina bolaga muloyimlik, issiqlik, ona qo'yni va qorin to'yishi g'ami bor. Keyingida kichkina o'smir bolaning shirinlikka bo'lgan o'chligi va shirinlikka bo'lgan istaklari va talablari haqida masala ketyapti va bu qizchaning shokolad xo'rligi va shokolad juda yaxshi ko'ruvchi rasm ko'rsatibdi. Bu yerda istaklarni qondirish va istaklar bilan biz shug'ullanar ekanmiz. Segmentatsiya maqsadlari mahsulotning raqobatbardoshligini oshirish, ya'ni boshqa raqobatchilaringiz tomonidan taklif qilinayotgan mahsulotlardan sizni mahsulotingiz juda yaxshi, sifatli va talab va istaklarni qondiradigan bo'lishi kerak. Rasmda ko'rib turganimizdek, bitta mahsulotga 4 xil segmentdagi odamlarning talablari bor. Bu rasmda shu talablar ko'rsatilgan va bu talablarni o'ziga xos jihatdan qondirish vazifasi ketadi. Demak, segmentatsiyaning vazifasi ishlatilmagan segmentga o'tish orqali raqobatchilardan qochish, ya'ni hech kim qilmagan bozor qoidalari, bozor iqtisodiyoti talablarini e'tiborga olib, tadqiqotlar o'tkazib, sizning ehtiyoji katta bo'lgan auditoriyangiz, segmentingizni topish orqali ulardan oldinlab ketish mumkin. Ya'ni hamma qilgan ishni qilsangiz, siz bu yerda ularning raqobatchilarning raqobatbardosh konkurensiyasiga, raqobatiga kuchingiz yetmaydi. Chunki siz yangi biznes boshlayotgan hisoblanasiz. Demak, segmentatsiyaning yana bitta maqsadi muayyan iste'molchiga e'tibor qilish. Ya'ni siz o'zingizning mijozingizni topib olishingiz kerak va shu bilan shu mijoz ustida ishlashingiz kerak. Ularning istaklarini qondirishingiz kerak va ularda istaklarni uyg'otishingiz kerak. Chunki marketingning asosiy maqsadi bu hissiyotlar uyg'otish va hissiyotlar orqali mahsulotingizni sotish hisoblanadi. Segmentatsiyaning yana bitta tamoyillaridan birisi bu geografik segmentatsiya hisoblanadi. Bozorni turli geografik birliklarga bo'lishni o'z ichiga oladi. Tumanlar, shaharlar, viloyatlar, okruglar, katta shaharlar, jamoalar, kompaniya quyidagi harakatlarni amalga oshirishga qaror qilishi mumkin. Bir yoki bir necha geografik hududlar yoki barcha sohalarda, lekin geografiya tomonidan belgilangan ehtiyojlar va imtiyozlarga farqlarini hisobga olgan holda. Masalan, oddiy zond deb oladigan bo'lsak, bizning mamlakatimizda Xorazmda zondga bo'lgan ehtiyoj, ya'ni soyabonga bo'lgan ehtiyoj uncha katta bo'lmasligi mumkin, chunki bizda yomg'irlar juda kam yog'adi. Toshkent shahrida bo'lsa yoki rasmimizda ko'rgandek Sankt-Peterburg yoki boshqa mamlakatlarda ko'radigan bo'lsak, ularda yog'ingarchilik katta bo'ladi. Ya'ni Xorazmga katta miqdorda
soyabon olib kelib sotish bu segmentatsiya qoidalariga juda xato rioya qilmagan bo'ladi. Undan tashqari bu shaharlarning yana bitta joyi bor. Segmentatsiyada har bir viloyatning o'ziga xos ehtiyojlari bor va o'ziga xos milliy odat, urf-odatlari va xohishlari bor. Shunga ham e'tibor qilinadi. Segmentatsiya tamoyillarida demografiya. Demografiya nima desangiz, demografiya segmentatsiyasi bozorning jinsi, yoshi, oilaning kattaligi, oilaning hayot aylanish bosqichlari, daromad darajasi, kasbi, ma'lumoti, diniy e'tiqodi, irqiy va millati kabi demografik o'zgaruvchilar asosida guruhlarga bo'lishni o'z ichiga oladi. Uni ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, demografik jihatdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizning mamlakat bilan yoki bizning region, bizning hudud bilan boshqa hududni solishtirish va bu hududga qarab turib bizda ham shu mahsulotlarni sotish istagi bu juda xato harakat bo'lishi mumkin. Chunki har bir hududning o'ziga yarasha segmentatsiyasi, demografiyasi bor. Psixografik segmentatsiya tamoyillaridan bittasi bu xaridorlarning ijtimoiy sinfi, turmush tarzi yoki shaxsiy xususiyatlariga ko'ra guruhlarga bo'linadi. Masalan, poytaxtga yaqin bo'lgan mamlakatlarda siz xaridorlarga taklif qiladigan mahsulotlar boshqa narsa, bizdagi xaridorlarga taklif qilinadigan mahsulotlar boshqa narsa bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda turmush tarzi yoki insonning shaxsiy xususiyatlari yoki hududning o'ziga xosligi bilan bu narsalar ajratiladi va shu narsaga e'tibor olish juda katta ahamiyat kasb etadi. Segmentatsiya tamoyillari ichida yana bitta qiziqlisi mana ko'radigan bo'lsak, bu bizda hamma bo'ladigan narsa xulq-atvor segmentatsiyasi hisoblanadi. Ya'ni insonlar xulq-atvoriga ko'ra ham sotib olish ehtiyojlari bor va o'zining xulq-atvoriga qarab sotib olish va sotish xususiyatlariga ega bo'lishi mumkin. Segmentatsiyada xaridorlarning bilimlari, munosabati, foydalanish usullari va mahsulotga bo'lgan munosabatiga qarab guruhlarga bo'linadi. Masalan, ayrim mamlakatlarda, masalan, sharqona mamlakatlarda yoki islom dini yoki diniy qatlam kuchli bo'lgan mamlakatlarda yoki hududlarda unga qarama-qarshi bo'lgan kiyimlarni sotish umuman foyda keltirmaydi. Yoki aksincha bo'lgan hududlarda bunga mos bo'lgan kiyimlarni yoki milliy an'anasiga zid keladigan kiyimlarni kiyish u bozorda segmentatsiyani xato tadqiq qilinganiga olib keladi. Segmentatsiya mezonlaridan bittasi kompaniya segmenti qanchalik to'g'ri tanlashga ko'rsatilgan. Ya'ni kompaniya masalan o'zining mahsulotini taklif qilayotgan vaqtda qanchalik to'g'ri ishlab chiqarish yoki to'g'ri taklif qilayotganini belgilab olish kerak va kim uchun ishlayotganiga, qaysi segment uchun ishlayotganini aniq va ravshan ko'rsata olishi kerak. Segmentatsiya mezonlaridan yana bittasi segment sig'imi, sotish mumkin bo'lgan tovarlar miqdori. Masalan, ehtiyoj. Masalan, shu hududda eng yaxshi ko'rilgan, eng ko'p sotiladigan, eng ko'p iste'mol qilinadigan, eng ko'plarni ular segmentatsiya o'zini bozorida tadqiq qilgan vaqtda o'rganib chiqishi bu juda zarur mezonlardan hisoblanadi. Yana eng bir qo'rqinchli tadbirkorlarning eng qo'rqinchli holati bu yangi tadbirkorlar ish boshlagan vaqtda raqobatdan himoyalanolmay qoladi va bankrot bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bizda ham ko'p xatoliklardan bitta yangi tadbirkorlar u gigantlar yonida ish boshlashi noto'g'ri hisoblanadi. Chunki bu yerda segment qanchalik tor bo'lsa, raqobatchi firma shunchalik kam bo'ladi. Bu degani nima degani? Masalan, siz taklif qilayotgan mahsulot juda kam odamlarda bo'lishi kerak va sizning unikal taklif o'zingizni oluvchilaringiz, iste'molchilaringiz bo'lishi kerak. Demak, segmentatsiyaning mavjudligi yoki dostupnost, ya'ni siz imkoniyatga ega bo'lishi, sizning chiqarayotgan mahsulotlaringiz juda keng tarqalgan yoki keng joyda, mijozlar uchun qulay joyda joylashgan bo'lishi kerak va ularni ko'z oldida turishi kerak. Demak, bu yerda korxona yoki firmaning mahsulotlarini tarqatish va sotish kanallarining qobiliyatini o'rganib, marketing jihatdan o'rganib chiqish zarur va muayyan qabul qilish imkoniyati bo'lishlari kerak bo'ladi.
Moddiylik segmentatsiyaning mezonlaridan birisi. Bu aynan iste'molchilar guruhi bozor segmenti sifatida ko'rib chiqish darajasi uning asosiy birlashtiruvchi xususiyatlariga asoslanishiga va barqaror bo'lishi kerak. Sizning taklif qilayotgan mahsulotlaringiz u joyda o'ziga yarasha barqaror bo'lishi kerak. Demak, bozorni qamrab olish usullari, strategiyalari, ya'ni ommaviy marketing, katta bozor to'lishini hisobga olgan holda mahsulotlarni standartlashtirish. Ya'ni ommaviy marketing degan vaqtimizda hali aytganimizdek, mahsulotlarimiz asosan faqatgina qisqa yoki bir kichkina segmentga ega emas, bu ommaviylashish ham yaxshi natija beradi. Demak, konsentratsiyalashgan, ya'ni tor iste'molchilar guruhiga yo'naltirilgan ham bo'lishi kerak. Yana bitta strategiyalardan bittasi yoki birinchisi ommaviy bo'lishi kerak va konsentratsiyalashgan yoki ayrim maxsus mijozlarga qaratilgan bo'lishi kerak. Keyin differensialashtirilgan marketing bo'ladi. Bu kompaniya strategiyasi bozorni bir nechta segmentlarga mo'ljallangan. Masalan, ishlab chiqariladigan mahsulot yoshlarga ham, o'smirlarga ham, yoshi katta avlodlarga ham mos keladigan mahsulotlar bo'lishi mumkin. Keyin PR bozori, PRda demak personal reklam deymiz yoki personal rivojlanish, bu PR ham albatta bozor segmentatsiyasining yaxshi ish olib borishiga yordam beradi. Bu tashkilotning muvaffaqiyatiga bog'liq bo'lgan tashkilot va jamiyatning turli xil jamoalar tuzilmalari va sektorlar o'rtasida o'zaro manfaatli munosabatlarni yaratish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha jamoatchilik bilan aloqalar faoliyatini olib borishga keladi PR. PRning turlari tashkilotning o'zi yoki tashkilotning o'zi murojaat qiladigan reklama agentliklari tomonidan ishlab chiqarilgan. Maqsad iloji boricha ko'proq iste'molchilar ishonchini qozonish va biznes vakolatlarini yaratishga keladi. Demak, noqonuniy holatlar bo'lmasligi kerak, ya'ni axloqiy me'yorlarga zid bo'lmasligi kerak. Maqsadlar jurnalistlarni poraxo'rlik, yolg'on ma'lumotlar bilan ta'minlash, raqobatchilarni qoralashga qaratilgan texnologiyalar usullari ham bor ekan PR. Ya'ni nima deydi? Nima deydi? Qora PR ham bu reklama hisoblanadi degan nimalar bor. Pushti PR, ya'ni afsonalar va afsonalarga texnologiyasiga asoslangan bir odamlarning xayollar pardasi ortida yashirin bo'lgan ehtiyojlarni qondirish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Bu orzulardagi mahsulotlarni sotib olish, u kerak bo'lmasa ham orzularga aylantirib, ulardagi mahsulotlarni reklama qilish. Sariq PR bu e'tiborni jalb qilish uchun ma'lum bir shtat aholisining ko'pchiligi uchun haqoratli bo'lgan elementlardan foydalanish. Masalan, buni aytishning o'zi nima? Bu sariq PR ularning nafsoniyatiga tegish orqali amalga oshiriladi. Bu yerda keyinchalik yana ko'pgina PRlar bor. Siyosiy PR, ular siyosatda foydalanadi. Ijtimoiy PRlar ko'pincha ijobiy munosabatlar shakllantirishda, qo'llab-quvvatlashda, rivojlantirishda, ijobiy xulq-atvorlar namunalarini shakllantirishda, saxovat, yaxshilik qilish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalarida ham PRlar ishlatiladi. Ziddiyatli PRlar bor, sud PRlari bor. Demak, biz hozir segmentlash mavzusi bo'yicha mavzumizni tugatdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.